Tahajjud namozi qanday o'qiladi? Tahajjud seriyasining ikkinchi qismi. Tahajjud namozi bomdod namozidan oldin tunning oxirgi 1/3 qismida o'qiladi. Tahajjud namozi 2 rakatdan 8 rakatgacha ixtiyoriy o'qiladi. Shunday niyat qilinadi. Ya'ni Alloh rizoligi uchun tahajjud namozi o'qishni niyat qildim. O'qilishi juda ham oddiy tartibda, ya'ni qiyomda Fotiha va bir sura, ruku, sajda, 2-rakat va salom. Oddiy sunnat namozi kabi o'qiladi. Namozdan keyin shu daqiqada duo, eng ko'p qabul bo'ladigan vaqt. Istagan narsangizni so'rashingiz mumkin va so'nggida istig'for ayting. Bilsangiz Qur'on o'qing. Va shu bilan tahajjud namozi seriyasi o'z nihoyasiga yetdi.